Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kenjaxon opani telefon raqamlariga to'g'ri tushdikmi? Men to'g'ri, men Kenjaxonman. Juda ham yaxshi. Kenjaxon opa, ismim Go'zalbegim. Qalb satrlari loyihasidan sizga qo'ng'iroq qilayotgan edim. Xo'p. Siz viloyat miqyosida shashka musobaqasida 3-o'rinni egallab, g'oliblar qatoridan joy olganligingiz uchun bizga tabriknomalar kelgan edi. Voy, rahmat. Biz bilan gaplasha olasizmi? Bo'sh vaqtingiz bor-a? Mayli, xo'p. Avvalambor Kenjaxon opa, zafaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizdek zukko, zehnli va qat'iyatli ayollarimiz borligidan faxrlanamiz biz ham. Ilohim hayot yo'llaringizda ham hamisha mana shunday damkalarga chiqib, g'oliblik gashtini surib yuring. Rahmat. Kenjaxon opa, sizni g'alabangizni eshitgan zahotiyoq bizni loyihamizga tabriknomalar kelgan. Kimdan deb o'ylaysiz o'zi ushbu murojaatni? Bilmadim. Taxmin qilib ko'ring-chi. Qardoshlarim. Qarindoshlarim? Qardoshlarimdir. To'g'ri topdingiz Kenjaxon opa, bittada. Chindan ham ular sizni yelkadosh, dildosh bo'lgan qadrdon hamkasblaringiz, tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruqxona hamkasblaringiz nomidan kelgan edi. Rahmat. Ularning hayajoni ham siznikidan kam emas ekan. Sizga o'z tabriklarini yetkazishimizni iltimos qilganlar. Agar ijozat bersangiz, ularni ham tabriklarini sizga o'qib eshittirsam. Mayli, rahmat. Assalomu alaykum Kenjaxon opa. Biz butun jamoamiz nomidan sizni erishgan yuksak g'alabangiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Siz shashka taxtasida ko'rsatgan o'sha mahorat bu nafaqat sport, balki yuksak intellekt va sabr-toqat mahsulidir. Biz sizni nafaqat sportchi, balki jamoamizning ko'rki, samimiy va mard ayol, mehridaryo ona sifatida ham juda qadrlaymiz. Ilohim oilangiz, jigarbandlaringiz va shirin farzandlaringiz baxtiga hamisha sog'-omon bo'ling. Ularning kamolini ko'ring. Uyingizning to'rida piru badavlat bo'lib, davru davron surib yurish nasib etsin. Sizdek oqila ayol bilan bir safda ishlash biz uchun ham faxr, ham g'ururdir, deya dilnomalariga yakun yasaganlar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'lsin. Rahmat hammalariga. Rahmat sizga ham. Kenjaxon opa, sizni ham hamkasblaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Biz ularni ham yetkazib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'lsin. Ko'p yillar birga ishlaylik. Ishlariga omad. Hurmat qilib tabriklashganlari uchun rahmat. Juda ham yaxshi, biz ham juda xursand bo'ldik. Sizni ham fikrlaringizni, hayajonlaringizni hammasini yetkazib qo'yamiz. Rahmat. Yaxshi ko'raman. Rahmat. Yana bir bor muborak bo'lsin Kenjaxon opa, g'alabalaringiz bardavom bo'lsin. Bundanda yuksak marralarga erishib yuring. Rahmat, sog' bo'ling siz ham. Rahmat. Sen nozik xilqatsan, nafis ojiza. Onasan, singilu va jufti halol. Borliging aslida ajib mo'jiza, dunyoga fayz berib turasan ayol. Bu ko'hna olamning nurisan o'zing. Chiroyda tengi yo'q, bir sohib jamol, malhamdir yurakka har aytgan so'zing, yerning farishtasi bo'lasan ayol. Azizlar, mana bugun loyihamizda yana bir go'zal g'alabaga guvoh bo'ldik. Opajon, g'alabangiz yana bir bor muborak bo'lsin. Sizlar bilan men Go'zalbegim va qalb satrlari loyihasi bo'ldi. Qalbingizdagi satrlar faqat quvonchdan iborat bo'lsin. Dugonalar yig'ildik, jonajon dugonalar, mehribon dugonalar, mazza qilaylik bugun, kerakmas begonalar. La 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 telefon gaplashib yurak mazza qilarmi? Ko'rishdik-da shu uchun ko'rishmasak bo'larmi? U tomonda u bo'pti, bu tomonda bu bo'pti. Gap qizir borgan sayin bosh
begonalar